Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun matematikadan birinchi sinov darsimiz. Bu darsimiz aynan matematikani endi boshlanayotgan o'quvchilar uchun. Matematika o'zi bu nima? Matematika bu sonlar ustida amallar. Ya'ni birinchi o'rinda sonlar to'plamini o'rganishimiz kerak. Birinchi sonlar to'plami. Sonlar to'plami son o'qida tasvirlanadi. Son o'qi. Son o'qi. Markazda 0 raqami olinadi. 0 dan o'ng tomonda musbat sonlar, 0 dan chap tarafda esa manfiy sonlar. Xullas 1, 2, 3, 4, 5 mana musbat sonlar cheksizlikkacha davom etadi. Xuddi shunday -1, -2, -3, -4, -5 manfiy sonlar minus cheksizlikkacha davom etadi. Matematikada minus cheksizligidan plus cheksizlikkacha bo'lgan sonlar guruhlarga bo'linadi. Birinchi bu n harfi bilan belgilanadi va natural sonlar deb nomlanadi. Birinchi guruhimiz natural sonlar. Natural sonlar bu 1 dan boshlanadi. 1, 2, 3 va 1 dan cheksizlikkacha bo'lgan musbat va butun sonlar. Ikkinchisi butun sonlar guruhi. Butun sonlar. Ya'ni bu guruhda minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha bo'lgan barcha butun sonlar kiradi. Natural sonlar va natural sonlarga qarama-qarshi ishorali bo'lgan sonlar. Uchinchi guruh. Q harfi bilan belgilanadi. Bu ratsional sonlar guruhi deyiladi. Ratsional. Ratsional sonlar ham ikkita kichkina guruhga bo'linadi. Birinchisi o'nli kasrlar. O'nli kasrlar. Ikkinchisi esa cheksiz davriy o'nli kasrlar. Endi qanaqa sonlar bu ratsional sonlar? Ratsional sonlar bu vergul bilan yoziladigan sonlar. Masalan, mana o'nli kasrlar bu 3,25, 4,138, 5,679. Vergul bilan yoziladi. Verguldan keyin chekli raqam bo'lsa, ya'ni oxiri bor 5 ta, 6 ta, 4 ta raqam bo'lsa, bu chekli, ya'ni o'nli kasr deyiladi. Cheksiz davriy o'nli kasrlar esa bu sonlar ham vergul bilan yoziladi. Faqat verguldan keyin bir xil son cheksiz takrorlanib ketadi. Ya'ni bular qisqacha davrda yoziladi, ya'ni 3,4 davrda. 5,82, 82 cheksiz takrorlandi. Qisqacha 5,82 davrda yoziladi. To'rtinchi katta guruhdagi son R harfi bilan belgilanadi. Bu haqiqiy sonlar guruhi deyiladi. Haqiqiy sonlar. Haqiqiy sonlar guruhiga, ya'ni irratsional sonlar kiradi. Irratsional sonlar deb nomlanadigan sonlar kiradi. Bular ham vergul bilan yoziladi. Lekin verguldan keyin tartibsiz juda ko'p raqam yoziladi. Odatda bu sonlar natural sonlarni ildizdan chiqarganda hosil bo'ladi. Masalan, ildizdan 9 chiqarsak bu 3, ildizdan 3 esa o'sha bizda irratsional son chiqadi. 1,73 taxminan. O'sha yana ko'p raqam yoziladi. Shu uchun verguldan keyin ikkita raqam olinadi. Sonlar to'plamini yanada yaxshiroq tushunish uchun mana hozir yana bitta misol. Bu natural sonlar to'plami desak, birdan cheksizlikkacha. Mana keyingisi butun sonlar guruhi. Ya'ni butun sonlar guruhi natural sonlardan ham kattaroq. Butun sonlar guruhi ichida natural sonlar kiradi. Uchinchisi ona ratsional sonlar. Ratsional sonlar guruhi yanada kattaroq. Eng kattasi esa haqiqiy sonlar guruhi. Ya'ni bular bir-birining ichiga kiradigan sonlar. Eng katta guruh bu haqiqiy sonlar guruhi. Xo'sh, davom ettiramiz. Endi keyingi qadamimiz arifmetik amallar. Matematikani birinchi asosiy qadami bu arifmetik amallar. Ya'ni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish va ayirish amallari. Masalan, bironta bir misol berilgan bo'lsa, a ko'paytirilgan, b bo'lingan c minus m ko'paytirilgan n plus
a ko'paytirilgan d plus m bo'lingan c va minus a ko'paytirilgan n bo'lsin. Mana bizga misol berilgan, ya'ni sonlar o'rniga men raqamlarni qo'ydim. Sabab hozir ketma-ketligini aniqlash uchun. Birinchi o'rinda любой misolda birinchi o'rinda qavsga e'tibor beriladi. Buni maktab vaqtidan hamma biladi. Ya'ni birinchi o'rinda qavs. Mana qavsga qaradik. Bo'lish, ayirish, ko'paytirish, qo'shish, yana ko'paytirish bu. Nima bajariladi? Chap tomondan o'ng tomonga qarab ketma-ket ko'paytirish va bo'lish amallari bajariladi. Chap tarafdan o'ng tomonga. Ya'ni birinchi amal bo'lamiz, ikkinchi amal ko'paytiramiz, uchinchi amal yana ko'paytiramiz. Bo'lish ko'paytirish tugagandan keyin qo'shish va ayirish amaliga o'tamiz. Qo'shish va ayirish amali ham xuddi shunday. Chap tomondan o'ng tomonga qarab bajaramiz. Ya'ni 4-amal, 5-amal. Oxirgi amal bu qavsni javobi kelib chiqadi. Qavsni javobini topganimizdan keyin xuddi shu jarayon yana takrorlanib ketadi. Ya'ni 6-amal ko'paytiramiz, 7-amal bo'lamiz, 8-amal yana ko'paytiramiz. Mana 9-amal, mana 10-amal. Ya'ni oxirgi amal bu misol javobi. Misol javobi yoziladi. Mana hozir oddiy misol ko'rib chiqamiz. 5871 bo'lingan 103 qo'shilgan 247 minus 82 bo'lingan 5 ayrilgan 1. Oldin amallarni qo'yib chiqamiz. Birinchi amal qavs bor. Qavs ichi. Keyin chap tomondan o'ng tomonga bo'lish ko'paytirish, ikkinchi amal, uchinchi amal, 4-amal, 5-amal. Misolni tez va oson ishlash uchun oldin amallarni belgilab ol va misol pastida amal bo'yicha ishlash kerak. Birinchi amal 247 dan 82 ni ayiramiz. 5. Tak, 4 dan 8 ni ayirib bo'lmaydi, 1 beramiz ya'ni. 1 qo'yiladi, 2 dan olib 14 dan 8, 6, bu yerda 1 qoldi, tushadi pastda. Ikkinchi amal 5871 bo'lingan 103. 103 bu 3 xonali son. Ya'ni bu yerdan 3 xonali sonni olamiz. 587 103 dan katta. Demak bo'linadi. 587 ning ichida 103 3 ta va 5 ta. 5 ta. Ko'paytirib javobini yozamiz. 5 1 va 5 mana. Ayiramiz. 2 7. 1 ni tushiramiz. 721 ichida 103 7 ta. Ya'ni bo'lishda qoldiq 0 chiqish kerak. Uchinchi amal. Birinchi amal natijasini 5 ga bo'lamiz. Birinchi amal natijasi bu 165 ni 5 ga bo'lamiz. 5. Bir xonali son olsa agar, bir kichkina, shu uchun ikki xonali sonni olamiz. 16 ning ichida 5 3 ta, 3 kira 5 15, 1 ni ayiramiz, qoldiq 1, 5 ni tushiramiz. 15 ning ichida 5 3 ta. Qoldiq mana yana 0 chiqdi. 4-amalimiz. Ikkinchi amal natijasiga qo'shish kerak 3-amal natijasini. Ikkinchi amal natijasi 57 qo'shamiz. 3-amal natijasi 33. 7 ga 3 10. Oxirgi raqam 0 yozamiz. 1 esa miyada. 5 ga 3 ni qo'shamiz 8, 1 bilan 9 mana. 5-amal natijasi esa 4-amal natijasidan 1 ni ayirish kerak. Ya'ni 90 dan 1 ni ayiramiz. 0 dan ayirib bo'lmaydi, 1 beramiz. Ya'ni 0 ning oldiga 1 qo'yamiz, 10 bo'ladi. 10 dan 1 ni ayirsak 9. 9 dan 1 ketdi, 8 qoldi. 89. Demak, oxirgi amal javobi 89. Demak, bu misolning javobi. O'zingizni sinab ko'rish uchun hozir ekranda vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni ishlab, o'zingizni sinab bu mavzuni mashq qilib oling. Xo'sh, darsimizni davom ettiramiz. Ko'pchilik bo'lishda qiynaladi. Shu sababdan hozir qoldiqsiz va qoldiqli bo'lishni o'tamiz. Qoldiqsiz bo'lish. Ya'ni qoldiqsiz bo'lishda bo'lgandan keyin qoldiq 0 chiqishi kerak. Ko'pchilik maktab vaqtida bunaqa bo'lishlarga qiynalib keladi. Masalan, oddiy misolda ko'ramiz. 1134 bo'lingan 42. Ya'ni bo'lishda ustun shaklini ishlatsak yaxshi. 42 ikki xonali son. Demak, bu yerda ikki xonali sonni olsak 11 42 dan kichkina, shu uchun 3 xonali sonni olamiz. 113 ning ichida 42 taxminan 2 ta, chunki 3 tani olsak 120 dan oshib ketadi, shu uchun 2 tani olamiz. 2 kira 2 4, mana tagida yozamiz. 2 kira 4 8. Natijasini ayiramiz. 3 dan 4 ni ayirib bo'lmaydi, 3 ni oldiga 1 ni olib qo'yamiz, mana
qo'yganda 13 dan 4 ni olsak 9. 1dan 1 ni oldik 0 qoldi. Ya'ni bu 1 bilan 10. 10 dan 8 ni ayirsak 2. 4 ni pastga tushiramiz. 294 ni ichida 42 taxminan 7 ta. Mana 7 ga ko'paytirib ko'ramiz. 7 kira 2 14. 4 ni yozamiz 1 miyada. 7 kira 4 28. 1 miyadagi bilan 29. Mana oxirida qoldi 0. Keyingi misol 8600 mana 10 bo'lamiz 246. 246 3 xonali son. Shuning uchun bu yerdan 3 xonali sonni olsak 861. 246 dan katta, demak bo'linadi. Taxminan mana 3 ta olib ko'ramiz. 3 kira 6 18. 8 ni yozamiz 1 miyada. 3 kira 4 12. 1 miyadagi bilan 13. 3 ni yozamiz yana 1 miyada. 3 kira 2 6. 1 miyadagi bilan 7 ayiramiz. 1 dan 8 ni ayirib bo'lmaydi. 1 1 ni 6 ga qo'yamiz. 11 dan 8 ni olsak 3 1 6 dan oldik 5 qoldi. 5 dan 3 ni olsak 2. 8 dan 7 ni ayirsak 1. Qoldi bu yerda bitta raqam tushiramiz. 1230 dan ichida 246 5 ta. 5 kira 6 30. 0 ni yozamiz. 3 miyada 5 kira 4 20. 3 miyadagi bilan 23. Mana 3 ni yozamiz. 2 miyada 5 kira 2 12 bilan 12. Mana qoldi 0 chiqdi. Keyingi misol masalan 77 ming bo'lamiz 25 ga. 25 2 xonali son. Bu yerdan 2 xonali sonni olsak 77. 77 dan ichida 25 3 ta. Taxminan ko'paytirsak 5, uni 7. Ayiramiz 2. 0 ni tushiramiz. Ya'ni 20 25 dan kichkina bo'linmaydi. Shuning uchun yana bitta raqam tushirishga to'g'ri keladi. Tepadan ikkita raqam tushirgandan keyin javob yoniga yana bitta 0 qo'shilishi kerak. Bu bo'lish qoidasi. 200 ning ichida 25 8 ta. 8 kira 25 0 200 ni beradi bizga. Ayiramiz qoldiq 0. Mana tepadagi qolgan 0 ni javobni yoniga yozib qo'yish kerak. Mana javobi. Keyingi misol. 17119 bo'lamiz 17 ga. 17 2 xonali son. Bu yerda 2 xonali sonni olsak 17. 17 ning ichida 17 bitta. Ayiramiz. Mana qoldiq 0. 1 ni tushiramiz. Bo'linmaydi. Yana bitta 1 ni tushiramiz. Biz ikkinchi raqamni tushirdik. Bu yerga 0 yozish kerak. 11 kichkina, yana bitta raqam tushirishga to'g'ri keladi. Mana 9 ni tushiramiz. Uchinchi raqamni tushirdik, demak yana bitta 0 beramiz. 119 ning ichida 7 7 ta mana. 7 kira 7 49. 9 ni yozamiz 4 miyada. 7 kira 1 7 4 bilan 11. Ayiramiz 0. Bu qoldiqsiz bo'lish. Endi qoldiqli bo'lishga o'tamiz. Qoldiqli bo'lish. Masalan, A bo'lingan B teng C qoldiq D. A bizga bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma va qoldiq. Endi agar qoldiqli bo'lish bilan biron bir misol berilgan bo'lsa, buni tenglamasini tuzish. Bo'luvchi bilan bo'linmani ko'paytirib, qoldiqni qo'shsak, bo'linuvchi kelib chiqadi. Ya'ni masalan oddiy misol 23 bo'lingan 4 teng 5 butun, mana 3 qoldiq. 4 ni 5 ga ko'paytirib, ustidan 3 ni qo'shsak 23 kelib chiqadi. Agar misollarni tushungan bo'lsangiz, hozir ekranda vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni ishlab, o'zingizni sinab ko'ring. Sinov darsimizni davom ettiramiz. Endi natural sonlarni bo'linish alomatlari. Bo'linish alomatlari. Ya'ni har bir sonning o'zini bo'linish alomati bor. Masalan, 2 dan boshlaymiz. 2 ni bo'linish alomati. Ya'ni biron bir berilgan son 2 ga qoldiqsiz bo'linadimi yoki bo'linmasligini bilish uchun u son 0, 2, 4, 6 va 8 raqamlari bilan tugashi kerak. Ya'ni juft son bo'lishi kerak. Barcha juft sonlar 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 4 ni bo'linish alomati. Biron bir любой berilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun yozyapman. Oxirgi ikkita raqam. Oxirgi ikkita raqam. Ya'ni berilgan sonning oxirgi ikkita raqamidan tuzilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Masalan 33120.
Mana 5 xonali son berilgan, oxirgi ikkita raqamdan tuzilgan son 20. Ya'ni 20 4 ga bo'linadi. Demak, mana bu berilgan 5 xonali son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 1800 masalan 12. Oxirgi ikkita raqamdan tuzilgan son 12. 4 ga bo'linadi. Demak, berilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 79000. Oxirgi ikkita raqamdan tuzilgan son ikkita 0 bo'lsa ham, bu son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. 8 ni bo'linish alomati. Oxirgi 3 ta raqam. Ya'ni berilgan sonni oxirgi 3 ta raqami 3 ta raqamdan tuzilgan son 8 ga bo'linsa, bu son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, 138200. Oxirgi 3 ta raqamdan tuzilgan son bu 200. 200 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana bu 6 xonali son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. 63000. Oxirgi 3 ta raqamdan tuzilgan son agar ketma-ket 0 bo'lsa, bu holatda berilgan son 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi 3 va 9 bo'linish alomati. 3 va 9 ni bo'linish alomati bir xil raqamlar yig'indisi. Mana 1458 soni raqamlar yig'indisi 1 plus 4 plus 5 plus 8. Qanaqa raqamlardan tashkil topgan? Shu raqamlarni o'zaro qo'shsak, chiqqan natija 3 ga yoki 9 ga bo'linsa, demak berilgan son 3 va 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi 5 bo'linish alomati. Oxirgi ikkita raqam, oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lsa, berilgan son 5 ga bo'linadi. 10 ni bo'linish alomati. Oxirgi raqam 0 raqami bilan tugashi kerak. Bizda yana ko'paytirish jadvalini ishlatgan holatda bo'linish alomatlari bor. Ya'ni masalan 6 ni bo'linish alomati. 6. 6 bizga nima degani? 2 kara 3. Berilgan son juft bo'lsa, ya'ni 2 ga bo'linsa, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak berilgan son 6 ga ham bo'linadi. Ya'ni 2 ga va 3 ga bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Xuddi shunaqa tartibda davom ettiramiz. 12 3 kara 4. 3 va 9 ga bo'lingan son 12 ga ham bo'linadi. 3 va 5 ga bo'lingan son 15 ga ham bo'linadi. 2 va 9 ga bo'lingan son 18 ga ham bo'linadi. 4 va 5 ga bo'lingan son 20 ga ham bo'linadi. 24 masalan. 3 ga va 8 ga bo'lingan son 24 ga bo'linadi. 30. 3 va 10 ga bo'lingan son 30 ga bo'linadi. 36. 25 ni bo'linish alomati sal boshqacha. Ya'ni oxirgi ikkita raqamdan tuzilgan sonlar 00, 25, 50 va 75 bo'lishi kerak. Oxirgi ikkita raqamdan tuzilgan sonlar mana shu son bilan tugasa, berilgan son 25 ga qoldiqsiz bo'linadi. Natural sonlarni bo'linish alomatlarini tushungan bo'lsangiz, hozir ekranda vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni bajarib, o'zingizni bilimingizni mustahkamlab oling. Xo'sh, sinov darsimizni davom ettiramiz. Yana natural sonlar, mana. Natural sonlar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi bu juft va tog' sonlar. Ikkinchisi esa tup va murakkab sonlar. Tup va murakkab sonlar. Ya'ni juft sonlar bu 0, 2, 4, 6 va 8 raqam bilan tugaydi. Tog' sonlar esa 1, 3, 5, 7, 9. Buni maktabdan ko'pchilik biladi. Endi tup va murakkab sonlarga kelib to'xtaymiz. Tup sonlar. Tup sonlar. Qanaqa sonlar tup sonlar? Tup sonlar 2 dan boshlanadi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 va hokazo davom ettirib ketaveradi. Qarang, birinchi tup sonimiz juft 2. Qolgan barcha tup sonlar tog'. Qisqacha qilib tup sonlarni mana
lotincha A, B, C bilan belgilab olamiz. Ya'ni tub sonlar bo'luvchisi yo'q sonlar. Ya'ni qoldiqsiz o'ziga va birga bo'linadigan son. Masalan 19 nimaga bo'lsak bo'ladi? Faqat 19 ga bo'linadi va 1 ga bo'linadi. 13 ham 13 ga bo'lsak bo'ladi va 1 ga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni qoldiqsiz o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Endi murakkab sonlarga kelib to'xtasak, murakkab sonlar. Hech bo'lmasa bitta bo'luvchisi bor sonlar, bitta bo'luvchisi bo'lsa, bu murakkab son deyiladi. A. Nima uchun bu yerda mana 9 yo'q? Chunki 9 3 ga bo'linadi. Nima uchun mana 6 yo'q? Birinchidan 6 juft 2 ga va 3 ga bo'linadi. Xo'sh, murakkab sonlarni har bir murakkab sonni tub son ko'paytmasi shaklida yozsak bo'ladi. A ni m-chi darajasi, B ni n-chi darajasi va C ni k-chi darajasi. Ya'ni daraja nima degani? Masalan, 3 ni kvadrati. Daraja degani mana bu asosidagi son necha marta o'ziga ko'paytirilyapti. Darajada 2 mi? Demak 3 kara 3. Masalan, 2 ni 4-darajasi. Bu degani 2 ni mana 4 marta ko'paytirish. Hozir endi siz bilan murakkab sonlarni tub sonlar ko'paytmasi shaklida yozishni o'rganamiz. Masalan, bironta bir masalan 80 soni berilgan desak, agar son juft bo'lsa 2 ga bo'lamiz. Eng kichkina tub sondan bo'lishni boshlaymiz. Agar juft bo'lsa 2 ga bo'lamiz, mana 40. Juft yana 2 ga bo'lamiz. 20 yana 2 ga bo'lamiz. 10 yana 2 ga bo'lamiz. 5 mana 5 ga bo'linadi. Oxirida 1 chiqishi kerak. Va yozamiz 80 mana murakkab soni 1 2 3 4 2 ga 4 marta bo'lindi. Demak 2 ni 4-darajasi ko'paytirilgan 5. 2 ni 4-darajasi bu 16 chiqadi. 16 kara 5 80. Ya'ni murakkab sonni tub son ko'paytmasi shaklida yozdik. Endi keyingi masalan 90 bo'lamiz 2. Juft bo'lganligi uchun 2 ga bo'lamiz 45 chiqadi. 45 endi bizga 90. Ya'ni bundan oldin bo'linish alomatini o'tgandik. 45 4 va 5 ning yig'indisi 9. 9 bo'lganligi uchun 3 ga bo'linadi. Demak 3 ga bo'lamiz 15 chiqadi. Yana 3 ga bo'lamiz 5. 5 ga bo'lamiz 1. 90 teng 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5. 150 mana juft bo'lganligi uchun 2 ga bo'lamiz. 75 chiqadi. Toq 75 3 ga bo'linadi. 25. 25 esa 5 ga 5 chiqadi. Yana 5 ga bo'lamiz 1. 150 teng 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Endi nima uchun matematikada kerak tub sonlarni, ya'ni murakkab sonlarni tub sonlar ko'paytmasi shaklida yozish ma'lumlar. Nima uchun kerak? Birinchidan natural bo'luvchilar sonini topish uchun. Ikkinchidan eng katta umumiy bo'luvchini topish uchun. Uchinchidan eng kichik umumiy karralini topish uchun. Ekub va ekuk kasrlar ustida amalda kerak bo'ladi. Kasrlarni qisqartirishda ekub ishlatiladi, kasrlarni umumiy maxrajga keltirishda ekuk ishlatiladi. Shuning uchun hozir mana shu 3 tani tushuntirib o'taman. Natural bo'luvchilar soni. Masalan, 90 sonini nechta natural bo'luvchisi bor? Ya'ni 90 nechta natural songa qoldiqsiz bo'linadi? Birinchidan, masalan, mana bu yerda keltirdik. 90 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Natural bo'luvchilar sonini topish uchun mana 90 uchun formulasini yozib bersam, mana natural bo'luvchilar soni A uchun, A soni uchun A sonini tub sonlar ko'paytmasi shaklida yozgandan keyin darajasiga 1 qo'shib ko'paytirib chiqiladi. Mana. Darajasiga 1 qo'shib ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni mana 90 ni tub sonlar ko'paytmasi shaklida yozdik. Darajada hech narsa yo'q degan, bu degani darajada 1 bor. Ya'ni 1 plus 1. 3 ni darajasi 2 ko'paytirilgan. 2 plus 1. 5 ning darajasida hech narsa yo'q, demak bu birinchi daraja. 1 plus 1. 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan mana 2 chiqadi bizda 12. Bu degani 90 ni 12 ta natural bo'luvchisi bor. Ya'ni 90 12 ta har xil natural songa qoldiqsiz bo'linadi. Bu natural bo'luvchilar soni. Endi hozir ekub va ekukni ko'rib chiqamiz.
Masalan, 60 va 80 soni uchun ekub va ekuklarni topamiz. Birinchidan, bularni tub sonlar ko'paytmasi shakliga keltiramiz. 2 ga bo'lamiz. 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. 2, 40, 2, 20, 10, 2, 5, 5, 1. Va yozamiz. 60 teng 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. 80. 2 ni 4-chi darajasi ko'paytirilgan 5. Agar ekubni topmoqchi bo'lsak, ekub 60 va 80 uchun tub sonlar ichidan umumiylarni olib ko'paytirib chiqish kerak. Ya'ni mana 2 ni kvadrati 2 ni 4-chisi. 2 bu umumiy. Darajasi har xil. Ekubda darajasi har xil bo'lsa, kichkina daraja olinadi. Ya'ni 2 ni kvadrati ko'paytirilgan mana 5 5 darajasi bir xil. Bir xil bo'lsa, bittasi olinadi. 5. Umumiy bo'lmagan sonlar mana 3 bor bu yerda 3 yo'q. Bular olinmaydi. 2 ni kvadrati, ya'ni 2 kara 2 4, 4 kara 5 20. Ekub 20 ekan. Bu degani 60 va 80 uchun eng katta umumiy bo'luvchi bu 20. 60 20 ga bo'linadi, bu 3. 80 ham mana 20 ga bo'linadi, bu 4. Ya'ni 20 dan katta umumiy bo'luvchi yo'q. Endi ekukni topamiz. Ekuk 60 va 80 uchun agar topsak, tub sonlar ko'paytmasi shaklida yozgandan keyin umumiy hammasi olib ko'paytiriladi. Umumiy sonlardan esa katta daraja olinadi. 2 ni kvadrati 2 ni 4-chisi. 2 ni 4-chisi ko'paytirilgan. Umumiy bo'lmagan sonlar ham olinadi. Mana 3 bor, 3 ni olamiz. 5 5. Agar bir xil son va darajasi ham bir xil bo'lsa, bittasi olinadi. Har xil darajadan katta daraja olinadi. Bir xil daraja bo'lsa, bittasi olinadi. Umumiy bo'lmagan sonlar ham hammasi olinib, ko'paytirib chiqiladi. 2 ni 4-chisi 16. 16 kara 3 kara 5. 16 kara 3 48, 48 kara 5 240. Mana. Ya'ni 240 bu eng kichik umumiy karrali. 60 ga ham, 80 ga ham bo'linadigan eng kichkina son hisoblanadi. 4, bu yerda 3. Ekub va ekukni mana hozir o'tdik. Endi bilimingizni sinash uchun hozir ekranda vazifalar chiqadi. Vazifalar natural bo'luvchilar soniga doir, ekubga doir, ekukka doir va murakkab sonlarni tub sonlar ko'paytmasi shakliga keltirish bo'yicha misollar chiqadi. Shu misollarni ishlab bilimingizni kuchaytirib oling. Sinov darsimizni kuzatib, berilgan vazifalarni bajargan bo'lsangiz, pastda qoldirilgan link orqali sinov testdan o'tib, o'z bilimingizni tekshirib, sinab ko'ring.